qiyin bo'lmasa bo'ldi do'stlar. Ko'ramiz. Rodrigo Kamavinga va Valverde zarba, super gol do'stlar, super gol. Do'stlar, ko'rdingizmi? Qanaqasiga birinchi daqiqasi do'stlar. Birozdan so'ng kanalga joylanadi gol. Emotsiyaga boy bo'ldi. Voy do'stlar, ko'rdingizmi? Pushkash Valverde yaqin orada bunaqa gol urmayotganida. Kutilmagan do'stlar, umuman kutilmagan gol bo'ldi. Mana ko'ramiz Valverde'dan o'ta super gol.